Assalomu alaykum hammaga. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganingizdek, bugun obzorimizda Ariza 6 Pro avtomobili, hamma sevib haydaydigan avtomobilimiz. Shuningdek, juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan avtomobil desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Motorlari 1.5 turbina motor bo'ladi, MPI motor, ya'ni MPI motorda ko'plar tushunmaydi, savol bo'lyapti, kommentlarda so'rashyapti. MPI motor o'zi qanaqa bo'ladi? MPI motor ancha ekonomичный, lekin ot kuchi ko'proq bo'lgan motor hisoblanadi. Bundan ham kuchli GZI motorlar bor, lekin uni rasxodlari bo'li ko'proq bo'ladi. Shahar ichiga keladigan bo'lsak 8 litr rasxod qiladi, dальний trassaga 5 litrgacha qisqarib ketadi azizlar. Shuningdek, ot kuchlari 147 tani tashkil qiladi. Trassani ichiga bermaydi, shuningdek shahar ichiga yurishda ham, ayol kishi haydasa ham, erkak kishi haydaydigan bo'lsa ham juda chiroyli ko'rinishga ega va juda ham komfortli va qulay, mягкий mashina hisoblanadi. Ko'rib turgan Ariza 6 Pro avtomobilingiz oq rangda, buni nalishda xohlagan rangingizni tanlasangiz bo'ladi, pulda farq qilmaydi. Ushbu ko'rib turgan avtomobilingizga hozir zo'r tartibi ham ochilgan. Buni ham aytib o'tib ketishim kerak. Boshlang'ich 30% bilan oldin 18 oyga berilgan bo'lsa, hozirgi kunda boshlang'ich 30% bilan naqd 30 oyga o'zini pulini bo'lib to'lashga xarid qilib ketishlaringiz mumkin. Bu 3-pozitsiyasi bo'ladi, full komplektatsiyasi, eng oxirgi 3ta pozitsiyasi bo'ladi. Bunda nima bor? Bunda lyuk, panorama tom bo'ladi, lyuk bo'ladi, to есть 360 gradus kameralari bor. Shuningdek, saka diskada yumshoq balonda olgandan keyin boshqa balon taqishingiz ham kerak emas. Bu o'zimizda kompaniyaning Test Drive'dagi mashinasi ertalab 9 dan kechki soat 6 gacha kelib haydab ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, beskocha dostuplari juda udobno sensorli variantda qilingan. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Nima endi slipoy zona, ko'r hudud, ya'ni mana bu yerda ayol kishi haydaydigan bo'lsa, o'zingiz haydaydigan bo'lsangiz ham yozgi kuni jazirama issiqlarda oldin tayyorga qilgan variantingizda bemalol kechqurun haydash qobiliyatiga ham ancha nima deydi, plus tomonlari ko'p desak ham bo'ladi. Shuningdek, salon ko'rinishlarini bir ko'rsatib o'tamiz. Marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Multimedial rol bilan jihozlangan va 360 gradus kamerasi, shuningdek, besprovодная zaryadka, bemalol ko'rib turganingizdek kojinli salon va shuningdek 9 zonli klimat kontrol bilan jihozlangan. Tak, elektronli tablo bu yerimizda, bakoylarni bemalol mana bu yerda boshqaradigan joylari, и plus sport, ekonom scenar 3 xil rejimda ham boshqarsangiz bo'ladi. Va полоса удержания, adaptivniy cruise control, shunga o'xshagan funksiyalari bor. Полоса удержания tushunmaydiganlar uchun yana bir marta misol bir gapirib eslatib o'tib ketamiz. Полоса удержания sizga uzoq yo'lga ketayotganingizda yoki shahar ichida yurganingizda mashina polosadan chiqib ketmaydi, o'zi qaytaradi. O'sha tomonlarga menimcha ko'p yordam qiladi. Rulda chalg'ib qolishingiz mumkin biror nimaga, o'sha tomondan DTP bo'lishini oldini qandaydir miqdorda oladi. Va 8 ta airbag bilan jihozlangan. Xavfsizligingiz ham birinchi o'rinda, ko'rib turganingizdek, rulda, torpedada, o'rta stoykada, orqa stoykada va ikkita yon sidenada ham mavjud. Orqalarimiz ham juda ham keng, oilaviy mashina desak ham bo'ladi, ham молодежный mashina hisoblanadi. Orqa stoplariga keladigan bo'lsak, LED stoplarda qilingan. O'zi zavodskiy mashinaga qoraytirilgan stilda bo'ladi dizaynda. Bunga ya'ni tuning qilish uchun lishniy xarajat qilmaysiz, ya'ni lishniy pulni sarflamaysiz. Shuningdek, orqa zadniy parktronика datchiklari bir nimaga tegish ehtimoli bo'lsa ham 5 metrdan sezib o'zi ogohlantirib ko'rsatib beradi. Tak. Bular garantiyalarimiz bor, 150 ming probeg yoki 5 yil garantiyasi bor va juda keng bo'lgan bagajligimiz. Ko'rib turganingizdek, bemalol ikkita murdani tiqorsangiz bo'ladi deb hazillashsak ham bo'ladi. Albatta. Tak, shuningdek, bu yerga propan gaz baloni ham tushsa bo'ladi. Zaposka balonni olgandan keyin birga urchadi, ya'ni 60 bittalik. Propan o'zimizda qo'ydiradigan bo'lsangiz, eslatib o'taman, garantiyadan chiqmagan holda bo'ladi aka. Va bu tomonlarga keladigan bo'lsa, kami 92 benzin beradi. Ko'plab benzin so'rashi mumkin. Eng kam 92 benzinni haydab yursangiz bo'ladi. Tormoz diskalariga keladigan bo'lsak, ABS diskovoy bo'ladi. Tormoz sistema bilan jihozlangan, barabar emas. Ya'ni uzoqroq xizmat qilib beradi sizga. Juda chiroyli ko'rinishga bo'lgan keyin radio antennamiz haqida ham bir gapirib o'tib ketaman. Akulan suzgichiga o'xshaydi va chiroyli stilda qilingan. Shuningdek, kerakli bo'lgan kanal muzikalarni ham juda chiroyli tartibda, ya'ni tiniq o'tkazib topib beradi. Oldi ko'rinishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham skromli stilni ishlangan. Oldi ham LED optikada, ya'ni ko'zlarni ham qaysidir hayvonni olingan kommentariyaga yozib ketadigan bo'lsangiz, biz aytib o'tamiz. Oldi ham juda obrisovkalar juda chiroyli stilda ishlangan. Shuningdek, shamol kesuvchanligi ham ancha zo'r. Uzoq yo'lga ketish bo'ladimi, boshqa yo'ldami, shamol kesuvchanligi ancha kuchliroq bo'ladi. Ancha yaxshiroq, aerodinamika ancha yaxshi va kuzovlariga keladigan bo'lsa, 74% po'lat material ishlatilgan va antikor qo'shilgan desak ham bo'ladi. Ходовой подвескasiga keladigan bo'lsak, oldin независим, orqa полунезависим bo'ladi. Ya'ni manevr qilayotganingizda yoki qanaqadir yomon yo'llardan haydaganingizda ham chap tomonga amalga o'tgan bo'lsa, o'ng tomonga kattalik
nagruska tushmaydi, ya'ni yumshoqroq o'tadi. Zavodskiy davleniyalarni ham bemalol tushirib haydasangiz bo'ladi. Bu bizlarda hozirgi kunda 2 ballon davleniyasi bilan turibdi. O'sha tomonlar zo'r. Bu tomondan bitta torpedasini ko'radigan bo'lsak, uzr o'sha narsasini ko'rsatish esdan chiqdi. Mana. Yoningizga odam o'tiradigan bo'lsa ham mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bu sezin asosi oldinga tortilgan holatda. Shuni bu yoqqa bemalol bironini solib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerga kalit qo'yib qo'yamiz. Barini o'zi akkurat mana bunday yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Plus pastakanchiklarga suv bemalol solsangiz bo'ladi. Bespardon zaryadka bu yoqqa ketadi va barlarimiz mana bu yoqda. Narsa solib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda barachok sig'imlarimizga qiziqayotganlar uchun tak mana sezinamiz elektrondan bo'ladi, eslatib o'tamiz. Mana. Barachoklar ham ancha keng. Ko'rib turganingizdek. Детский rejimlargacha ham bor, ya'ni avtomatik tarzda o'yindan tushirib ko'targaningizda yosh bola bo'ladigan bo'lsa, qo'llari yoki bo'yinlarini chiqargan holatda misol qisib qolmaydi. O'sha tomonlari ancha zo'r. Ligirovkalarga keladigan bo'lsak, xolos haydashga juda ham zo'r variant deb o'ylayman. Ya'ni studentlar haydashi mumkin, ko'plarini ko'ryapmiz. Misol qiz bola, opa singillarimiz haydab yurishibdi, o'qishga borib kelishga yoki ishga borib kelishda, ularda ham endi haydash o'rganayotgan bo'lsa, muammo tug'dirmaydi haydashga deb o'ylayman. O'shanaqa tartibda mazza qilib haydasangiz bo'ladi. Bizlarning manzilimiz Cherry Adamasi Samarqand Yangiariq yangi zapchast bozorida kelib tartibdan bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Shuningdek, rastochkamizning maksimal sroklari 1 yildan 5 yilgacha tashkil qiladi. Shuningdek, avtokredit, льготный условия, yana lizing to'lov turi asosida, перечисление firmadan, xolos qanaqa to'lov turi asosi bo'lsa, hammasi barchasi bizda bor. Kelib o'ylanmasdan hisoblatib o'zingiz ko'rib ketishlaringiz mumkin. Barchangizni biz kutib qolamiz.